Keling, mana boshdan boshlaylik. Aha. Hayotingizni. Qishloqdansiz. Qishloqdaman aka. Nima ish oddiy. qilgansiz? Qanaqa o'qigansiz maktabda? Maktab davri maktab to'g'risini aytadigan bo'lsam, yoshligim juda ham qiyinchilikda o'sgan. Yoshligimdan bir mehnat qilib, nima desam bo'ladi, boshidan boshlaydigan bo'lsam, 1-sinf, 2-sinf, 3-sinfgacha hozirgacha esimda yaxshi o'qiganman. Yaxshi o'qigansiz. Yaxshi o'qiganman, 5 boqqaga o'qiganman. To'g'risi, umuman qoldirmaganman, chiroyli o'qiganman, hammasi zo'r ketgan. O'shandan keyin 3-sinfdan keyin domillam o'zgargan, bilasiz. O'zi 1-sinf, 2-sinf, 3-sinfgachami o'zgaradi. Keyin o'zgaradi. O'zgarib Boshlang'ich sinfda, undan keyin o'zgarib bo'lgandan keyin meni hayotimda katta o'zgarish bo'lgan, domilla o'zgargan, bu yoq oilaviy sharoitim ko'tarmagan, uncha qiyinchilik bo'lgan uyda ham. Shu bilan nima maktabga qiyinchilik bo'lgan? Kelingda, nima qiyinchilik bo'lgan uyda? nima qiyinchilik, masalan, vaqtida endi ota-onamning uncha puli bo'lmagan yoki bir boyvachcha bir yaxshi ko'ngil oilamiz to'q inson bo'lmaganmiz. Hamma narsa yetarli. Endi yetarli bo'lgan o'ziga sababchi, endi ozroq kiyimlardan sababchi bo'lgan. Ko'proq pul topishga qiziqqanman. 3-sinfgacha o'qiganman, undan keyin umuman maktabga bormaganman.